Men oddiy ayol emasman. Men Rabbimning bo'l degan amri bilan yaratilgan ayollardan biriman. Odam ato va momo havodan davom etayotgan naslning bir bo'lagiman. Rabbim farishtalarga sajda qildirgan zotning bandasiman. Musofirda yashash oson emas. Ayniqsa, sog'inch yuragingni ichidan kemirsa. Lekin yuragimdagi orzular kichkina emas. Yoshi katta ota-onang uzoqda bo'lsa, ikki go'zal qizalog'ing seni kutayotgan bo'lsa, ba'zan tunlari uyqu kelmaydigan paytlar ham bo'lgan. Hech narsaga erishmadim deb yig'lagan kunlarim ham. Lekin bir narsani tushundim. Alloh bandasini hech qachon tashab qo'ymas ekan. Pulsiz haj va umralarni ham Alloh nasib qildirar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak yuzlarini tushlarda ko'rish ko'pchilik uchun orzu. Lekin ko'rmaganga bir armon, ko'rganga ming armon degan gap bejiz emas ekan. Men uchun eng katta boylikchalim meni yaratganni topgan kunim bo'ldi. Balki astag'firulloh va atubu ilayhi zikrini chin qalb bilan ayta boshlaganim. Hozir ham mushkullarim yo'q emas, lekin qalbimda xotirjamlik bor. Qachon o'zingiz o'zgarashingiz kerakligini his qilgansiz?